Nimaga yaqinlaringiz like bosmaydi bilasizmi? Siz ijtimoiy tarmoqlarda har xil kontentlar qilasiz va shaxsiy brend qurasiz, biznesni tanitmoqchi bo'lasiz, lekin bundoq qarasangiz, like yaqinlaringizdan ko'ra beginlar ko'proq bosadi. Bilasizmi nimaga? Chunki bu like oddiy 2 marta knopkani bosish emas, balkim like bu sizni tan olish. Ko'pchilik siz yaqinlaringiz sizni tan olishi qiyin, chunki tan olish oldin o'zini yutqizganligini his qilishdir. Ya'ni biz bitta paytda boshladik-ku, men ham shu davrda yasholman-ku, nega men bu narsani qilmadim, nega qat'iy yetishmadi menga degan narsani tan olish kerak, sizni e'tirof qilish uchun, sizni tan olish uchun. Unda e'tibor bering, sizni videolaringizga, sizni postlaringizga yaqinlaringiz orasidagi eng yaqinlar bu oilangiz like bosadi. Qolgan atrofdagi sinfdoshlaringiz, tanishlaringiz, mahallangiz bular odatda ko'rishadi. Ularga dash yoqadi ham kontentingiz, lekin like bosishga erinishadi. Sabab bitta. Ular sizni tan olish xohlashmaydi. Bu videoni shaxsiy brend qilayotgan va o'zini ustida doim ishlayotgan, biznesini tanitmoqchi bo'lgan odamlar juda ham yaxshi tanishadi. Izohlarda qoldiring. Sizga ham xuddi shunaqami?